Assalamu alaykum, dünyanın har qaysi joylarida yashayotgan yaxshi qarindoshlar. Men İmomtavi Abdumalik. Men oldingi qitim Xitoy hukumat tarafidan tutqun qilingan va shahid qilingan ba'zi bir tuqqanlarim to'g'risida xabar bergan edim. Men bugun menga kelgan ba'zi ma'lumotlarga asosan opamning hadisi va uning bolasi to'g'risida xabar bermoqchi. Opamning hadisi Marhaba Said Ahmad. Yashi 54 yosh. Tutilish sababi bo'lsa, bolasini chetga chiqarib o'qitganlik uchun lagerga so'ngan. Bolasi Irshad Abdug'ofur 2014-yil 8-oylarda Misrga kelgan. Misrda 8 oy turib, Turkiyaga o'qishni davomlashtirish uchun kelgan. Turkiyadan tuqqan yo'qlash sababidan vatanga ketgan. Vatanda qayta chetga chiqish imkoniyati yo'q bo'lgandan keyin shu jarayonda Xitoy hukumati tomonidan tutqun qilinib 15 yil kesilgan. Men shu munosabat bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va insoniy haq-huquqlarni tashkilotlari va insoniy haq-huquq adolatni da'vo qilayotgan davlat va jamiyat va shaxslarni o'zininki majburiyatini ado qilishga chaqiraman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.